Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Bugun 30 kunlik challengeimiz 6-kuni. Va kecha men shunaqa brelok yasalishni qo'ygandim 5-kunda, 6-kunda kecha ko'pchilik qizlar direkt yozishibdi. Shu brelokda boshqacha usullarni ham ko'rsating, boshqacharoq chiqishlarini deyishgan ekan. Bugun boshqacharoq ko'rinishini yasaymiz. Ya'ni 6-darsligimizda. Buning uchun bizga leskamiz, durimiz, 6 dona dur o'tkazib olamiz. Olti dona o'tkazib olib, buni mahkam bo'lib olamiz. Va endi 4 ta dur o'tkazib olamiz bu leskamizga. To'rtta dur o'tkazib, leskamizni 4 ta o'tkazganimizni birinchisida eng tagidagisidan mana shunisini o'tkazib olamiz qaytarib. Endi bu leskamizdan endi yana shu 4 ta dur o'tkazib olamiz. To'rtta durda yana o'sha oxirgisidan qaytarib olamiz. Bu qor parchaga o'xshab chiqadi shakli. Yana bu bitta durdan leskamizni o'tkazib olamiz. Leskani mahkam tortib olasizlar. Shunda qattiq, chiroyli, mustahkam chiqadi. Yana 4 ta dur o'tkazamiz. To'rtta birinchisidan yana o'tkazib olamiz. Yana bir ma'lumot dur bo'yicha, ya'ni durdan sumkalar, galstuklar, remenlar yasash bo'yicha onlayn kurslarim mavjud. Bemalol qiziqqanlar yozilishingiz mumkin. Hammasi barchasi noldan boshlab o'rgatilgan, ya'ni bu sohada ishlamagan bo'lsangiz ham bemalol ko'rib, bittada o'xshatib chiqarishingiz mumkin. Avvalo hammasi o'ziga bog'liq. Qiziqsangiz bittada eplab chiqasiz. Yana bitta dur tashlab, birinchi bolagan joyimizga olib kelib olamiz. Buni xrustal toshlardan qilsalar, juda ham chiroyli chiqadi. Va mana endi mahkam bo'ylab olamiz bu joyni. Aylanib o'sha birinchi bo'ylagan joyimizga keladi. Buni mahkam bo'ylab, boshqa joylarini qirib tashlaymiz. Va endi nurlarimizni to'g'rilab qo'yamiz. Va mana sizlarga qor parchalik brelogimiz tayyor bo'ldi. Bu ham juda ham chiroyli chiqadi. Buni ham zanjir ulashlari bir xil. Kechagi darsda ko'rgan bo'lsanglar, mixchi o'tkazib olamiz va sal bukib, orasiga zanjir qo'yib olamiz. Endi bu zanjirimizni muhimisi qayrilmagan tarafdan qayirib, kirgizib o'tkazib oldik. Endi buni mo'mir yordamida orqaga qayirib olamiz. Va tepaga turibdi. Buni mahkam qisib olsak, pastga egiladi, chiqib ketmaydi. Mana yana bir xil brelogimiz tayyor. Bu ham juda ham chiroyli chiqdi. Buni bemalol kalitga, sumkalarga ilib yursalar bo'ladi. Yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'zingiz xohlagan qoldiringlar. Yana nimalar yasab ko'rsatish, shularni yozib ketinglar. Obuna bo'lib, yaqinlarga tarqatishni unutmanglar. Yil oxirigacha biz 10 mingta bo'lishimiz kerak. Buning uchun sizlar qo'llab-quvvatlab turishlaring kerak.